Hürmetli vatandaşım, bugünkü şeyimizni başlayımız. Vaziyet günden günge özgürüp saatlap hatta dakikalar özgürüp Yaqında Cumhuriyet Tashqi ishlar ministri Wang Yi tuyuqsiz Moskvada paydo bo'ldi. Bu to'g'rida to'rbetlari va gazetlar nima dedi? U bir loyihani, ya'ni Koreya yerim orli loyihasini tasdiqlashga ilib bordi dedi. Shuning keyinli yana bir g'ayri ish yuz berdiki, Moskva taraf Vyetnam bilan birlashib Janubiy dengizda talash tartish bo'layotgan rayonda Cumhuriyetlar egilik huquq talab qilayotgan rayonda Charlash, nepet kedirip tekşürüş, birlikte yol koyduğalıqın jakal. Keyinli Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti Jungo agahlandırış berip, Janubiy dengizda havo qatnash liniyasi ochmaslikni talab qildi. Bu vaziyat ularning o leksiyalarni tayyorlash ulgurmadik. Biz mush 2 kun ichida bo'lib o'tgan vaziyat yoki taraqqiy qilayotgan vaziyat to'g'risida bugun shuni to'xtalamiz. Leksiyamizda başlayımız hürmetli vatandaşım. Janubiy dengizda rastlı urush bo'ladigan bo'lsa, Jungo ig'ir ziyonga uchraydi. Mavzuli xabar 3-oyning 10-kuni yer shariga nazar torbetida e'lon qilinib, shu kuni Vanvi torbeti ko'chirib besildi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika yer shari taktikasi uchurlari axborot televiziyasining Washingtondagi ishxonasining mudiri William Jones mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy dengizdagi ish faoliyatlari amaliyotda Jungoni cheklash siyosatidir. Gerçi Washington aniq aytib bermasa-mu, lekin ular qilayotgan har bir ish, har bir faoliyat dunyoga zo'magar bo'lish, dunyoviy siyosatni tizginlash, har bir jihatda ittifoqdosh davlatlarni to'plab bosh ko'tarayotgan bir cho'ng davlatni qorishashni ko'rsatdi. Ham bu yerda Amerikani davomli zo'magar deb keladi, hamda Amerika dunyoga shunday xo'jayin bo'lib turmush, bu dunyoni tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi bu yozuv shunday qizyaptiki, buning maqsadi atrofdagi Amerika Qo'shma Shtatlari atrof davlatlarni tashkillab, Jungoni yoki bir cho'ng davlat yangi bosh ko'tarayotgan Jungoni qorishashni ko'rsatib berdi. Balki bu cho'ng davlat Amerika bilan iqtisodiy jihatda hamkorlashgan davlatdir. Jones mundaq ko'rsatdi. Hozirgi vaziyat intayin xatarlik. Biz 20-asrning dasbida mushundaq bir vaziyatda turgan edik. Shu vaqtda u vaziyat Birinchi dunyo urushiga dunyoni so'rab kirgan edi. Hozirgi vaziyatmi antagoniyalik texama qarshilashish vaziyatini yorityapti. Jungoning bayonotchisi Xongli bilan Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yining so'zlaridan ko'rib olishga bo'ladiki, Jungo Amerikaning ish faoliyatlaridan qattiq g'azablanyapti. Jungo Janubiy dengizda harbiylashtirgan bo'lsa, Amerika Jungo emas deb ko'rsatdi. Amerika harbiylashtirgan davlat Amerika, Jungo emas deb ko'rsatdi. Bu Jungoning gapi. Janubiy dengizda harbiylashtirayotgan Jungo o'zi turibdi. Men emas Amerika, bu Jungochi mintaqaga dangab qo'yish mintaqasi. Amerika bilan Jungo hozir urushdan avvalgi holatga yetib keldi. Ikki davlat o'rtasida manfaat o'rtoqligi bor. Agar to'qinish yuz berib qolsa, har ikki davlat ziyon tortishi mumkin. Jones mundaq ko'rsatdi. Amerika va Jungo Janubiy dengiz masalasida suhbatlashadigan makonni tepish kerak. Amerika Jungo bilan hamkorlashadiganligini aniq bildirishi lozim. Masalan, Ipak yo'li iqtisodiy belbog'ida Amerika Jungo bilan hamkorlashish kerak. Bu muxbirning bir siyosiy talabi ekan bu. Jungo allaqachon Amerikani shunday taklif qildi. Lekin Prezident Obama hukumati sukutda turib olib javob qaytarmadi. Demak, Ipak yo'liga Amerikani elib kirish bu shunday balki Jungo taklif qilgandi. Bu Amerikaning siyosatiga muvofiq kelmasa, to'g'ri kelmasa Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati albatta bunga qo'shilmaydi.